Lüksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş mügençiyse 2021 yıl 2. ayının 16. günü heptiki seyşembe. Yukarı leksiyanın devamı. Hitapnama ilan kılındı. Konkret ismi tilg'i elinmedi. Alakadar devletlerinin ismi konkret tilg'i elinmedi. Lekin anlaşıla qaraganda Kanada hükümetinin 2018 yıldan beri Cungo'da қолға elingan Kanadalık Michael Kovrig ve Michael Spavor iki nefer kişini yani grejdanını Kanada'nın kurtulduruş yolundaki diplomatik tirişçallıkka münasebetlik. Bu kadimki hitapname ve teşebbüs şununla münasebetlik. Devlet İşleri Antony Blinken bu hitapname doğrusu notak elan kıldı. Mundaq görsetdi. Men bu teşebbüsni oturup koyuşqa qatnaşqanlığım üçün intayin xuşalman. Men Kanada'nın bu yolda görsetken rehberlik qilish roliga rahmat aytaman. Devlet bilen devlet oturusudaki münasebetlerde ihtiyari qo'lga ilish bu intayin eg'ir mesele. Qısqası kimde berse chet elde sayohatda bo'layotganda yoki o'ltiraqlashib qolganda yoki bir savdogar yoki bir sayohatchi yoki tuqqan yo'qlig'iga borganlar hukumat tarafidan qo'lga ilinib paksiz ayblab hukm e'lon qilish ularning qo'lidagi pasportning davlat tavaligi shunday qilishga sabab bo'ldi. Ular şundan keyin devlet bilen devlet oturusu ta'sir ko'rsatishga ishlatildi. Ular sodalashadigan destek ve göregi elinadigan kishilarga aylandi. Buni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bundaq ishlar xalqaro kishilik huquq ahdinomalari cheklangan. Lekin ba'zi davlatlar hali ham shunday qilyotadi. Biz yer şahri ailesinden bir azası buluş, süptimiz bilen kökrek girip oturuğu çıkıp bu işqa karşı turuşumuz gerek. Hazır chet el grejdanlarını ihtiyari qo'lga oladigan davlatlarga ve qo'lga elinganlarni destekka aylantiradigan hukumatlarga signal yetkazadigan vaqt yetib keldi. Xalqaro jamiyat bunda qiliqlarga endi hergiz yo'l qo'ymaydi deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Yana bir mavzu. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Oqsaroyning sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi O'Brien bilan qo'l tutishib muhokama munbiriga riyosatchilik qildi. Diqqatni Amerika Jungo münasebetiga markazlashtirdi. Mavzuda xabar 2. ayning 16. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 1. günü 2. ayning 15. günü mundaq oshkorildi. Oqsaroyning sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi O'Brien bilan qo'l tutishib Nixon vaqtisida her oyda bir qatam ochiladigan diplomatik siyosat yumaloq ustal muhokamasiga o'rtaq riyosatchilik qiladigan bo'ldik yoki o'rtaq riyosatchilik qiladigan bo'ldi. Muhokama munbiri Amerika'nın konservatif eqimidagilarning siyosatini bu muhokama munbiri Amerika'nın konservatif eqimidagilarning siyosatini mukammallashtirish ve ilgari surishni maqsad qiladi. Jungo masalasi muhokama qiladigan masalalar ichidagi eng muhim masaladir. Jungo masalasi muhokama qilinadigan masalalar ichidagi eng muhim masaladir. Nixon vaqtisi. O'tgan yil 7. ayning 23. kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo
notoq sözlügen devir belgüç notoq sözlügen Nixon vəqbəsi yoki Nixon Foundation. Endi bugün sabık devlet işlakatı Mike Pompeo bilen sabık yani Aksaray'ın sabık devlet bexatarligi məsləhətçisi O'Brien birleşip bir muhakeme yığını riyasetçilik kılıdı. Bu yığın her ayda bir qatam açıldı. Devlet işlakatı Mike Pompeo sabık devlet işlakatı Mike Pompeo bunda ko'rsat. Bunda hamkorlik Amerikada konservativ realistik ideyalarni davomli taraqqiy qildirishni umid qiladi. Axborotda bunda ko'rsatildi. Amerika Jungo munosabati yer sharini fan texnikasini yangilash. Yer shari fan texnikasini yangilash hamda O'rta Sharqda tinchlikni ilgari surish. Muhokama munbirining muhim masalalaridir. Birinci qatimliq muhokama yig'ini 3 ayning 2 kuni o'tkaziladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.